Aziz o'g'il qizlarim, el yurt dardiga avvalo kim yaraydi? Albatta sizlar yaraysizlar. Yangi O'zbekistonning 3-renesansini kim barpo etadi? Albatta sizlar. Dunyoga o'z so'zlaringda aytinglar. Izlanish va intilishdan aslo to'xtamang. Baxt va omad doimo sizlarga yor bo'lsin. Assalomu alaykum. Zahiriddin Muhammad Boburning avlodlari. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Aziz otalar, farzandlaringizni o'qadigan usullarga jo'natayotgan paytda yoki tuman cho'milishga jo'natayotganda juda ham ehtiyotkor bo'linglar. Albatta favqulodda vaziyatlar vazirligini ko'rsatmalariga amal qilinglar. Imkoni bo'lsa yolg'iz qoldirmanglar. Albatta qilingan so'nggi afsus bilan hech nimani o'zgartirib bo'lmaydi. Shunday ekan, eng avvalidan buni harakatini qilinglar. O'ylaymanki, bizning kelajagimiz bo'lgan, sizning kelajagingiz bo'lgan. Bolajonlarimizni, yoshlarimizni va barchamizni asrab avaylash bu hammamizni burchimiz. O'ylaymanki, mana shu yoshda bolajonlarimiz dam olish uchun barcha sharoitlarni va xavfsizligini ta'minlab bera olamiz. Buning uchun barchamiz mas'ulmiz. Assalomu alaykum hurmatli aka-ukalar, opa-singillar. Jaji bolajonlarimizdan hurmatli ota-onalar bolalarni ehtiyot qilamiz. Cho'milishga borganda ayniqsa har xil joylarda emas, belgilangan joylarda cho'milishlarni iltimos qilamiz. Chunki juda ham ko'plab fojiali voqealarga guvoh bo'lib turibmiz. Farzandlarimizdan ehtiyot qilamiz, baxtli oila bo'lishga majburmiz. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Aytganlaridek, yoshlar xalqimizning, O'zbekistonning oltin fondidir. Assalomu alaykum hurmatli aziz ota-onalar, mana jazirama kunlar, yoz kunlari yaqinlashyapti. Shu yoz kunlarda farzandlarimiz har xil joylarda o'zi isib ketganda cho'milish xohlashadi. Iloji boricha ehtiyot bo'lishlarini iltimos qilgan bo'lardik. Ayniqsa O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligining ko'rsatmalariga inobatga olgan holda juda ham ehtiyot bo'lishadi degan umiddamiz. Eng asosiysi farzandlarimizni hech qachon qarovsiz qoldirmaymiz degan umiddamiz. Assalomu alaykum hurmatli ota-onalar. Hozir mana cho'milish havzalari ishga tushyapti. Cho'milish mavsumi boshlanyapti. Men bir narsa aytib o'tmoqchiman. Cho'milish mavsumida yosh bolalarga ogoh bo'linglar iltimos. Xavfsiz joylarga olib borib cho'miltirishga ko'rsatib beringlar. Oqar suvlarda yoki qolaversa suzishilmagan bolalar bo'lsa chuqur joylarga borib cho'milishga ko'rsatib bermasligiga so'rab qolgan bo'lardim. Diqqat, markazman yoshlar festivali tadbirini favqulodda vaziyatlarsiz va turli ko'ngilsiz hodisalarsiz o'tkazilganligi uchun boshqarma rahbariyati tomonidan tadbirda qatnashgan barcha shaxsiy tarkibga minnatdorchilik bildirildi.